Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Excel dasturida kredit hisoblashni o'rganamiz. Birinchi kredit miqdorini, qancha olinayotgani, qancha vaqtga olinayotgani, yillik foizi kirgizdiriladi. Keyin asosiy qarzning to'lanishiga formulada yozib olamiz. Barobar, ya'ni kredit miqdorini bo'lib olamiz muddatiga. Asosiy qarzimiz kelib chiqadi. Tenglikda birinchi asosiy qarzimizni o'zini belgilab olib, klaviaturadan Enter klavishini bosamiz. Qora peluscha bilan tortib olsak, hammasiga bir xil qo'yib ketadi. Endi kredit qoldig'ini hisoblash uchun barobar birinchi kredit miqdorini o'zini olib kelib olamiz. Keyingisiga tenglikda 30 milliondan ayirib tashlaymiz birinchi oy to'langan summasini. Bizaga kamayib borish tartibida chiqarib beradi. Endi kredit foizini har oyga to'lanishi tenglik barobar kredit miqdori ko'paytirib olamiz yillik foiziga, F4 bilan yaxlitlab olib bo'lib olamiz muddatiga. Enter'ni bosamiz. 28 millionni belgilaymiz faqat keyingisiga. Ko'paytirib olib yillik foiziga bo'lib olamiz muddatiga. Enter. Buni ham qora peluscha bilan bossak, kamayib borish tartibida har oy to'laniladigan foizi kelib chiqadi. Tenglik asosiy taniga qo'shib olamiz oylik to'laniladigan foizini. Enter'da bosamiz, bir oyda to'laniladigan summamiz kelib chiqadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni kredit olgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.